sinxron tarjimon bo'la oladi deb o'ylashadi. Aslida bu ikkita sohaning o'rtasida qanchalik farq bor? Arab tilini o'rganish va o'rgatish boshqa, tarjimonlik umuman boshqa soha. Sinxron tarjima bo'lsa, bu o'zi kabinet bo'ladi, shunaqa hamma narsa yopilgan bo'ladi, mikrofon, naushnik bo'ladi. Eshitib, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilasiz. Bitta vaqtda o'zida ham eshitib, ham tarjima qilasiz. 2 kun ketma-ket tarjima bo'lgan. Birinchi kun hamma fushada gapirgan. Yaxshi tarjima qilganman, muammo bo'lmagan. Ikkinchi kundan boshlab shevada gapirib boshlab ketishgan. Adabiy arab tili fusha deyiladi. Va o'zbek tilida bizning shevalarimiz bor. Toshkent shevasi, Buxoro, Samarqand shevasi, xuddi shunaqa arablarda ham shevalar bor. U shevalar lahja deyiladi. Fusha adabiy til, lahja sheva. Fusha bu adabiy til hamma o'sha islomiy, tarixiy, adabiy manbalar shu tilda yozilgan va zamonaviy media, akademik sohalar shu tilda ishlatishadi. Lahja bo'lsa har bitta davlatda, har bitta shaharda o'zini shevasi bor va arablar kundalik hayotida shu shevadan foydalanadi. Eng tarqalgani Misr shevasi, sababi Misr o'sha kinematografiyasi juda ham rivojlangan, seriallar, filmlar juda ham rivojlangan va arab davlatlarida mashhur. Shu sababdan ko'pchilik Misr shevasini yaxshi tushunadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xudoga salomatmisiz? Alhamdulillah. Chaqirganimizda yo'lmasdan kelganingiz uchun sizga o'ta rahmat. Xursand bo'ldim chaqirganingizdan. To'liq ismim Sayfiddinov Muhiddin, taxallusim Muhiddin Shoshiy. 6 yildan beri arab tilini o'rganib kelaman. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida o'qiganman, bakalavri. Mutaxassisligim arab tili ustozi va sinxron tarjimon. Shu o'rinda bir hozir 12-da so'ramoqchi edim. Bu ikkalasini o'rtasida farq bor, lekin ko'pchilik bu narsani tushunmaydi. Ya'ni istalgan arab tilini o'rgatadigan ustoz sinxron tarjimon bo'la oladi deb o'ylashadi. Aslida bu ikkita sohaning o'rtasida qanchalik farq bor? Har kim ham o'zi rostdan ham arab tilini bilib turib sinxron tarjimonlik qila oladimi yoki bu ham alohida kasbmi, alohida mahoratmi? Bu ikkalovi har xil narsa. Yaxshi o'qituvchilar bor, lekin tarjimonlik qila olmaydi yoki yaxshi tarjimonlar bor, yaxshi tarjimonlar bor, yaxshi dars bera olmaydi. Bu ikkita har xil narsa. Arab tilini o'rganish va o'rgatish boshqa, tarjimonlik umuman boshqa soha. Tarjimon bo'lish uchun ikkita tilni bilish kerak. Birinchi o'rinda arab tilini, keyin ikkinchi tili. Misol uchun o'zbek tili bo'lishi mumkin yoki rus yoki ingliz tili bo'lishi mumkin. Ikkalovini ham yaxshi bilgandan keyin bir-biriga yaxshi tarjima qilish kerak. Chunki tarjimonlikda har xil odamlar uchun siz tarjima qilasiz va ko'p vaqt bo'lmaydi. Tez gapirishingiz kerak, tez fikrlashingiz kerak, tez tarjima qilishingiz kerak. Sababi sizni og'zingizga qarab turishadi odamlar va tarjimangizni kutib turishadi boshqa tarafni tushunish uchun. Va sinxron tarjima bilan oddiy tarjimaning ham farqi bor. Ketma-ket tarjima bor. Bu misol uchun ikkalamiz o'tiramiz, gaplashamiz. Siz o'zbek tilida, men arab tilida o'rtamizda tarjima o'tiradi. Bu ketma-ket tarjima. Sinxron tarjima bo'lsa, bu o'zi kabinet bo'ladi, shunaqa hamma narsa yopilgan bo'ladi, mikrofon, naushnik bo'ladi. Eshitib, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilasiz. Bitta vaqtda o'zida ham eshitib, ham tarjima qilasiz. Bu ketma-ket tarjimadan ham qiyinroq va shu sababdan ko'pchilik bunga qiynaladi. Demak, ketma-ket tarjimonlik, ya'ni ikki kishining o'rtasida, ikkita suhbatdosh o'rtasida tarjima qilish sal bo'lsa ham o'ylasa bo'ladigan ish, lekin sinxron tarjimonlik haqiqatda hozir ta'riflashingizdan bir vaqtda o'zida ham eshitib, ham gapirib turish bu ancha shunaqa. Ketma-ket tarjimada siz o'ylab olishga vaqtingiz bo'ladi. Bemalol misol tushunmagan bo'lsangiz yoki eshitmay qolsangiz, o'sha yoningizdagi suhbatdoshdan so'rasangiz bo'ladi. Qayta murojaat qilsangiz bo'ladi. Qayta murojaat qilsangiz bo'ladi yoki boshqa yo'l bilan tushuntirib bering, men tushunmadim deyishingiz mumkin. Bitta asosiysi fikrni yetkazib berish, ya'ni to'g'ri niyatini ikkinchi tarafga yetkazib berish. Sinxron tarjimada buni iloji yo'q. Chunki sizni hech kim eshitmaydi, sizni faqatgina bitta taraf eshitadi, ikkinchi tarafni siz eshitasiz faqat. Qaytarib yuboring yoki kutib turing, endi hech iloji yo'q. Xo'p, o'rniga endi bir shaxsiy masalada savol tug'ilib qoldi, agar xohlasangiz javob bermaslikka haqqingiz bor. Endi hozir aytgan gapingizdan ma'lumki, sinxron tarjima paytida bir marta nimadir o'tib ketib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, shu bilan tugaydi. Hech yangi ish boshlagan paytingizda shunaqangi qiyinchiliklar bo'lganmi? Bo'lgan. Bunaqa holatda qo'shib ketsangiz bo'ladi. Agar o'tkazib yuborsangiz, ulgurmay qolsangiz,
qo'shib yuborishingiz mumkin. Uni muammosi yo'q. Endi o'zi aslida bugungi mavzuyimiz siz bilan arab tilini o'rganishga oid mavzu. Lekin hozir bu sinxron tarjimonlik sohasi ham juda qiziq soha, men o'zim qiziqaman. Amaliyotda qo'llab ko'rmagan bo'lsam ham, bu uchun bir alohida xudo xohlasa suhbat uyushtirsak kerak. Albatta. Hozir endi arab tilini o'rganishni sizni sohangizga bog'lab turib ko'rib chiqsak, misol uchun sinxron tarjimonlik, ayniqsa arab tili sohasida sinxron tarjimon bo'lganingizdan keyin yoki o'zi umuman mutlaq tarjimon bo'lganingizdan keyin siz lahjaga ham murojaat qilgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Yoki lahjaga hojat tug'ilmaydi, faqat fushani o'zini yaxshi bilishingiz kifoya. Birinchi sinxron tarjimonligimda shunaqa qiyin holat bo'lgan, kulgili holat desa ham bo'ladi. 2 kun ketma-ket tarjima bo'lgan. Birinchi kun hamma fushada gapirgan. Yaxshi tarjima qilganman, muammo bo'lmagan. Ikkinchi kundan boshlab shevada gapirib boshlab ketishgan. U payt ancha yil oldin edi, 2-3 yil oldin edi, birinchi marta bo'lgani. Hali shevalarni yaxshi o'rganmagan edim. Shevalarni yaxshi tushunmasdim. O'shanda shunaqa holat bo'lgan. Tushunarli. Hozirda yaxshi tushunaman shevalarni, asosiylarini, lekin gapirmayman baribir. Mana shu arab tilini o'rganayotgan o'quvchilar o'rtasida birinchisi tushuncha yo'q. Sheva bilan arab adabiy tili fusha haqida tushuncha yo'q. Ularning nazarligida arab tili bitta, fushani o'zi, ya'ni ular fusha nimaligini ham bilishmaydi, shuncha mutlaq arab tili deb kelishadi. Keyin biz ularga xabar bergan paytimizda, bu arab tilida ham lahjalar borligini aytgan paytimizda ikkilanib qolishadi. Men nimani o'rganishim kerak o'zi? Fushani o'rganaymi? Men misol uchun Saudiyaga ketaman yoki Saudiyaning o'zining lahjasini o'rganaymi? Shu mavzuni yoritib bersak, birinchi bo'lib turib o'zi fusha nima va lahjalar nimaligini tushuntirsak, keyin o'rganayotgan o'quvchi nimadan boshlash kerakligini bitta yoritib bersak. Xo'p, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, xuddi o'zbek tilida bo'lgandek, adabiy o'zbek tili bor va adabiy arab tili bor. Adabiy arab tili fusha deyiladi. Va o'zbek tilida bizning shevalarimiz bor. Toshkent shevasi, Buxoro, Samarqand shevasi, xuddi shunaqa arablarda ham shevalar bor va u shevalar lahja deyiladi. Fusha adabiy til, lahja sheva. Fusha bu adabiy til hamma o'sha islomiy, tarixiy, adabiy manbalar shu tilda yozilgan va zamonaviy media, akademik sohalar shu tilda ishlatishadi. Lahja bo'lsa har bitta davlatda, har bitta shaharda o'zini shevasi bor va arablar kundalik hayotida shu shevadan foydalanadi. Endi misol uchun o'quvchi qaysi birini o'rganishi kerak? Uni maqsadi nima bo'lishidan qat'iy nazar, u birinchi bo'lib fushadan boshlash kerak, adabiy tildan. Sababi bu asos. Adabiy tilni o'rgangandan keyin shevaga o'tish, xohlagan shevaga o'tish osonroq. Lekin shevadan agar shevani birinchi o'rganadigan bo'lsa, lahjani adabiy tilga, ya'ni fushaga o'tish juda ham qiyin. Tushunish juda ham qiyin. Fusha bu asoslarni tushunib olganingizdan keyin bir nechta shevalarni ham, ya'ni lahjalarni ham o'rganishingiz mumkin. Chunki uni prinsipi ishlash o'sha tizimi, ishlash tizimi unaqa qiyin emas. Tushunarli. Demak, o'quvchi biron joyga yoki deylik, nafaqat o'quvchi, istalgan arab tilini o'rganishga rag'bat bildirayotgan shaxs, uni arab tilini o'rganishdan maqsadi biror joyga safar qilish bo'lsa, mutlaq arab tilini yaxshi o'rganish bo'lsa, baribir ishni fushani, ya'ni arab adabiy tilini o'rganishdan boshlash to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Uni maqsadi aytaylik, shu arab tili sohasida ketadigan bo'lsa, fusha kerak. Uni maqsadi tarjimonlik bo'lsa, baribir fushadan boshlash kerak. Uni maqsadi arab davlatlarida yashash bo'lsa ham, baribir fusha kerak. Birinchi o'rinda fusha bo'ladi. Arab fushasini mukammal o'rgangan kishi lahjalarni mustaqil o'zi o'rganib keta olishi mumkinmi? Bunga nima deysiz? Yoki lahjalar ham alohida bir o'rganish uchun vaqt, ustoz, uslub talab qiladimi? Agar fushani mukammal o'rganadigan bo'lsa, mustaqil ravishda o'rgansa bo'ladi shevalarni eshitish orqali. Ya'ni uzoq vaqt davomida eshitadigan bo'lsa, unda bemalol tushunishni boshlaydi. Lekin gapirib ketish uchun o'sha muhitda bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Praktika bo'lish kerak. Shunaqa. Tushunarli. Boya asosiylari dedingiz lahjani. Bu lahjalarning ichida mashhurlari bor, ya'ni darajasi jihatdan yuqori va ishlatish e'tiboridan ko'proq ishlatiladiganlari bor, shunaqami? Men tushunishim. Shunaqa. Ya'ni o'zi umuman oladigan bo'lsak, har bitta davlatda o'zining shevasi bor. Har bitta davlatdagi shaharning o'zining shevasi bor. Har bitta shahar ichida ham qishloqlar, mintaqalar bor. O'shalarda ham har xil baribir talaffuz bo'ladi. Endi asosiylarni oladigan bo'lsak, bir nechta guruh bor. Bu birinchi guruh Xalij, ya'ni Ko'rfaz.
Fors ko'rfazi atrofidagi davlatlar. Bunga Saudiya kiradi, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar va shu atrofdagi davlatlar. Bular Xalij, ya'ni ko'rfaz shevasi bir-biriga yaqin. Lekin bir xil emas shunda ham. Bir xil emas, yaqin. Bir xil emas, yaqin, juda ham bir-birini yaxshi tushunadi. Ikkinchi guruh bu Sham, ya'ni Levant mintaqasi. Bunga Suriya kiradi, Falastin, Iordaniya, Livan, shunga o'xshash davlatlar. Buni ham o'zini shevasi bor va bu juda ham mashhur sheva va eng chiroyli shevalardan bittasi. Uchinchi guruh bu Afrika, Mag'ribul Arabiy deyiladi, ya'ni o'sha Afrika, to'g'ri Arab g'arbi. Bunga Jazoir kiradi, bunga Marokash kiradi, Tunis va bu davlatlarda o'zini shevasi bor, guruh bu ham. Va bunga fransuz tili anchagina ta'sir qilgan. O'shaning uchun arablar ham tushunishga qiynaladi bu shevalarni. Keyin yana ikkita davlat bor, bu Yaman va Misr. Ularni o'zini shevasi bor. Bundan tashqari alohida rasm. Guruhga kirmaydi, o'zini alohida shevasi bor. Shunaqa. Tushunarli. Mana shevalarning ichida eng keng tarqalgani va hozirgi paytda ko'p ishlatilayotgani qaysi biri? Eng tarqalgani Misr shevasi, sababi Misr o'sha kinematografiyasi juda ham rivojlangan, seriallar, filmlar juda ham rivojlangan va arab davlatlarida mashhur. Shu sababdan ko'pchilik Misr shevasini yaxshi tushunadi. Men o'zim ingliz tili bilmayman, lekin ingliz tili o'rganadigan bolalardan eshitganman. Ingliz tilida ham aslida lahjaga o'xshash narsa bor. Masalan, uchun Amerika inglizchasi, Britaniya inglizchasi, Avstraliya inglizchasi degan narsa. Lekin ulardan so'raganimda bir-birini baribir tushuna oladi. Talaffuz qilmasam bir-birini oson tushunadi deydi. Arab tilidagi lahjalar o'rtasidagi farqi ingliz tilidagi boshqa davlat ingliz tillari o'rtasida farq bilan solishtirsa bo'ladimi yoki bu ancha katta miqyosda tarqab ketganmi arab lahjasi? Farqi katta. Qisman bo'ladi, ya'ni shunaqa desak bo'ladi. Faqat ingliz tilida xuddi hind shevasini tushunishmaganda o'sha Mag'ribul Arabiy deganimizdek arab g'arbi shevalarini arablar ham tushunishi qiyin. Juda qiyin sheva deb eshitganman haqiqatdan. Juda ham tez gapirishadi. Birinchidan harflarni o'zgartirishadi, uchinchidan fransuz tilidan anchagina so'zlar kirgan. Shu sababdan qiynalishadi tushunishga. Boshqa shevalar bo'lsa tushunish mumkin. Ancha yaqin bir-biriga. Deylik bir kishi fushani o'rganib bo'ldi. U o'qishga ketmoqchi. Aynan ta'lim uchun, ish uchun emas. Bu narsani so'rayotganim sababi kuzatuvchilar ichida aynan arab davlatlarida ta'limni davom ettirish maqsadini qo'ygan talabalar bo'lsa, o'shalar uchun tavsiya qilarmidingiz o'sha ta'lim olayotgan joyiga mos lahjani alohida o'rganishini yoki ta'lim fushada davom etadimi etdi? Ya'ni fushada bo'ladimi? O'qishga kirmasidan oldin o'rganish shart emas. O'sha borgandan keyin o'sha muhitda o'zi o'rgatib qo'yadi. Chunki shunaqa tarbiyalab qo'yadi. Chunki o'qish asosan fushada bo'ladi, lekin ba'zi ustozlar, arab ustozlar o'zini shevasida gapirib ketishi ham mumkin. O'zi bilmagan holda fushada gapiraman deb o'ylaydi, lekin o'zini shevasida gapirib ketayotgan bo'ladi. Endi bu vaqt bilan o'zi moslashib ketadi va odam, ya'ni fushani bilgan odam tez moslashib ketadi bu lahjaga, bu shevaga. Tushunarli. Uning uchun lekin fushani yaxshi. Fushani yaxshi bilish kerak va undan tashqari so'z boyligi yetarlicha bo'lishi kerak. Fushani o'zini yaxshi bilgani yetmaydi agarda so'z boyligi kam bo'lsa. Chunki so'z boyligi ko'p bo'lsa, o'rtadagi o'zgarishlarni anglash osonroq bo'lsa kerak mana. Shunaqa. O'rtadagi so'zlarni farqini anglash mumkin yoki o'sha o'zgartirilgan harflarni anglash mumkin. Va shu bilan shevani ham sekin-sekin o'rganib oladi. Lahjani bu arablarning har bitta hududini o'zini o'shanga o'rganib qolgandan gaplashadi deyapmiz. Lekin o'rganish kerak bo'lgandan birinchi o'rinda fushani yaxshi o'rganish kerak deyapmiz. Deylik, ba'zilar o'zini arab tilidagi mahoratini ko'rsatish uchun o'zi fushada gapirish mahoratiga ega, lekin atilab lahjani qo'shib gapirishadi. Shu bir kishini arab tili fushada gapira oladigan kishini lahjani qo'shib gapirishi nima deb o'ylaysiz? Uni arab tilidagi darajasi yuqoriligini ko'rsatadimi yo aksimi bu narsani? Nima deysiz? Ya bu hozir qiziq bo'lib qoldi, chunki imtihonda gapirish qismida ham baholash mezonida ham ishlar ekanda bu narsa. Ba'zi o'quvchilar ba'zi bir shevada o'rganib olgan so'zlarni o'zimiz tajribadan o'tgan, deylik chet elda o'qib kelgan, bu yoqqa kelib turib sertifikat olib ishlamoqchi yoki bu yoqda oliy ta'lim kirmoqchida, atilab turib shevadagi so'zlarni ishlatsam balimi ko'tarib berarmikin degan savollarni berishadi ba'zan. Nega desa, chunki shevada gapiradigan, arab tilini yaxshi biladigan-ku degan fikr uyg'onib qolgan. Nima deysiz, shunga qanaqa qaraysiz misol uchun? Bunga qarshiman. Bu
xuddi misol uchun o'zbek tilida gapirayotganingizda o'zingizni boshqacha ko'rsatish uchun ruscha yoki inglizcha so'zlarni qo'shishga o'xshaydi. Endi bir xil insonlar bor, shu muhitda katta bo'lgan. Ikkala tilda, rus tilida ham, o'zbek tilida ham yoki ingliz tili bilan birga. Ularda bu holatda tushunsa bo'ladi, lekin ular ham harakat qilish kerak, toza tilda gapirish kerak. Agar o'zbek tilida gapirsa, toza o'zbek tilida gapirish kerak yoki toza ingliz tilida gapirish kerak. Fushaga keladigan bo'lsak, iloji boricha qo'shmagan yaxshi. Shevadagi so'zlarni agar shevada gapirsa, to'liqligicha shevada gapiraversa muammosi yo'q. Tushunarli. Ya'ni oltigachilik emas, qisqacha aytganda. O'zi til bilish imtihonlarini mana shu baholash mezoni haqida nima deysiz? Ular shu narsa uchun bahoni pasaytirib yuborishadimi odatda? Deylik, mana shu tanal bo'lsin yoki o'zimizning milliy sertifikat bo'lsin, gapirish qismini baholash jarayonida agar deylik bir kishi ataylab emas, tasodif bilan yoki tabiiy ravishda lahjadagi so'zlarni ishlatadigan bo'lsa, bu baholash tizimiga qanchalik ta'sir qiladi? Pastga tushiradimi yoki uncha e'tibor berishmaydimi? Uncha e'tibor berishmaydi deb o'ylayman. Tushunarli. Boshqa omillar bor. Baholanadigan, shularga qarashadi. Ya'ni tezlik, ya'ni tabiiylik, so'z boyligi, talaffuz, shularga e'tibor beriladi. Fikrlarni qanchalik to'g'ri yetkazilishi, shularga e'tibor beriladi va shu asosida ball qo'yiladi. Shevadagi so'zni unaqa katta ahamiyatga ega deb o'ylamayman. Kitobachi? Kitabada ham xuddi shu, iloji boricha fushada yozish kerak. Va o'sha so'z boyligini yaxshi ko'rsatib berish kerak, fikrlarni aniq yetkazib berish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, S1, S2 iboralarni ishlatsam zo'r bo'ladi, inshoda yoki yodlab kirib yozib bersam zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Bu eng past ball oladigan insholar bo'ladi. Sababi tekshirayotgan insonlar ham aqlli, qachondir o'qigan ular ham qachondir o'qigan, arab tilini biladigan insonlar va tushunadi nimani yozyapsiz, yodlab yozyapsizmi yoki yodlab yozmayapsizmi, o'zingizni fikrlaringizni beryapsizmi. Iboralarga keladigan bo'lsak, inshoni boshida S1, S2 iboralar bo'ladi, o'rtasi B1 bo'ladi, oxiri yana S1, S2 bo'lib ketadi. Bu juda ham xunuk ko'rinadi. Iboralar unaqa katta ball bermaydi. Siz o'zingizni fikringizni to'liq yetkazib berishingiz, misollar keltirishingiz asosiy ball beradi imtihonlarda, tanalda ham, seferda ham. Mana shu yaxshi ma'lumot bo'ldi, chunki haqiqatan juda ko'p o'quvchilar kuzatganmiz. Iboralarni bosib yodlab olishadi. O'sha iborani darajasida insho yozmaydi. Va eng xunuk ko'rinadigan oldimizga insho yozib kelishadi ba'zan. Iborani noo'rin ishlatib tashlashadi. Shunaqa. Buni asosiy sababi o'sha iborani o'rganayotganda qaysi joyda, qaysi paytda, qaysi holatda ishlatishni o'rganishmaydi. Shunda o'rganib qo'yishadi tarjimasi bilan. Va bo'ldi. Va to'g'ri kelgan joyga qo'shadi. Bu xato albatta. Bunda o'qituvchilarning ham hissasi bor deb o'ylayman. Ba'zi o'qituvchilar shuni targ'ib qiladi. Bu albatta noto'g'ri. O'quvchi undan ko'ra o'zini fikrini, o'zini darajasiga yetkazib bergani yaxshiroq ball beradi. Tushunarli. Endi boya tarjimonlik masalasiga qaytsak, misol O'zbekistonda tarjimonlik faoliyati ko'p bo'lgani aniq. Hech chet elga ham aynan o'zbek xalqi bilan yoki o'zbekistonlik birorta shaxs bilan u uchun tarjimonlik qilib chiqish holatlari ham bo'lib turadimi? Bir marta bo'lgan 2023-yil shu haj umra sababidan ketganmiz Saudiyaga o'zbek guruh bilan va o'sha yerda tarjimonlik qilganman. Juda ham qiziq holatlar bo'lgan. 70 yoshli bir otaxonam yo'qolib qolganlar. Ularni topish bir azob bo'lgan. Topib olib kelish. Ular o'sha o'zbek tilidan boshqa tilni bilmasdilar. Shunaqa qiziq holatlar ham bo'lgan. Qaysi bir qiyinroq mashina o'rtasida O'zbekistonga kelgan arab bilan tarjimonlik qilishmi yoki o'zbekistonlik birorta shaxs Arabistonga borib unga tarjimonlik qilish? Qaysisi qiyinroq? O'zbekistonlik shaxsi o'sha arab davlatlariga olib borib unga tarjimonlik qilish qiyinroq. Sababi madaniyatda, tushunchalarda katta farq bor. Mana shu o'zimiz bilan birga o'qigan bolalar O'zbekistonda ta'lim olib, keyin chet elga, arab davlatlariga ta'lim uchun, ish uchun borgan bo'ladi. Ayniqsa Misr haqida aytishadi. U yoqqa borib deydi, bozorda yoki ko'chada fushada ular bilan muloqot qilsak deydi, ustimizdan kuladi deydi. Ya'ni bu narsani boshqacha qabul qiladi deydi. Shu qanchalik to'g'ri, rostdan shunaqami o'zi? Shunaqa va bu tabiiy holat desa ham bo'ladi bir tomondan. Sababi misol uchun o'z tasavvur qiling, siz O'zbekiston bozoridasiz, sotuvchisiz. Kimdir kelib turib sizga adabiy tilda gapirsa, kitob tilida, o'zbek turib, kitob tilida gapiradigan bo'lsa, sizga ham kulgili tuyuladi. Bu til ustidan kulish emas, ya'ni holatda kulgili tuyulishi.
arablarda ham shu narsa bor. Fusha ularda ko'pincha multfilmlar, yoshlikdagi multfilmlar yoki qanaqadir fushadagi ko'rsatuvlar bilan assotsiatsiya qilinadi. Ya'ni o'sha narsa esliga keladi va shu sababdan kulgili tuyuladi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan bo'lsa, ko'pincha yaxshi o'qimagan, fushadan xabari bo'lmagan odamlarga shunaqa tuyuladi. Misol uchun, agar o'qimishli arab oldiga borib fushada gapiradigan bo'lsangiz, u sizni ustingizdan hech qachon kulmaydi. Uni sizga nisbatan bo'lgan hurmati juda ham yuqori bo'ladi. Sababi siz uni tilini o'rganib, siz uni tilida gapiryapsiz, unga murojaat qilyapsiz. Va shu sababdan hurmati juda ham sizga baland bo'ladi. Ya'ni ba'zan demak aks holat ham bo'lishi mumkin. O'zini fushada gapiraman deb o'ylayotgan odam ham asli qovunishayotgan bo'lishi ham mumkin demak. Shunaqa. Arab tili bilamiz, asosiy grammatika, sarf, nahv. Mana shu sarf nahvni o'rganmasdan turib ham fushani yaxshi o'rganish mumkinmi? Yaxshi o'rganish mumkin, lekin baribir kerak. Sarf ham nahv ham, chunki agarda siz to'g'ri gapirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz va keyinchalik bu tilda qanaqadir faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, sarf nahv albatta kerak, usiz iloji yo'q. Lekin agarda siz fushani gaplashish uchun, sayohat uchun yoki gidlik uchun o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sarf nahv kerak emas. Shunda ham nahv kerak emas bo'lishi mumkin, sarf kerak. Sarf kerak. Ko'p men o'zim lahjani to'g'risi muloqotda darajada yaxshi bilmayman, uchrashaman, lekin ba'zi farqlarni idrok qilish mumkin. Ba'zi lahjalarga e'tibor berib tursa, sarfi ham ahamiyati yo'qolib qolganga o'xshaydi. Nima deysiz, unchalik emas? Shunaqa, sarfi ham ahamiyati yo'qolib qoladi. Nahvdagi qoidalarga ham e'tibor berishmaydi. Misol uchun, 20 deyish kerak bo'lgan joyda 20 deyishadi. Sababsiz. Yoki misol uchun muannas ishlatish kerak bo'lganda muzakkar ishlataverishadi. Chunki lahja oson bo'lishi kerak. Ya'ni kundalik muloqot oson, yengil, tez bo'lishi kerak. Va lahjalarni umuman olgan shakllanishi ham shu sababdan. Ya'ni fushada gapirish qiyin, adabiy o'zbek tilida gapirish qiyin. Kundalik hayotda shu sababdan lahjalar rivojlangan, shu holatga yetib kelgan. Arab davlatlarini deyarli hammasida nechta arab davlat bor deymiz? 22 ta. Hammasida rasmiy hujjatlar fushada foydalanishadimi yoki ularni ham orasidan rasmiy hujjatlarda ham lahjadan foydalanishga o'tganlari bormi? Nima deysiz buni? Rasmiy til sifatida fusha ishlatiladi, arab tili. Qo'shimcha boshqa tillar bo'lishi mumkin, ingliz tili yoki fransuz tili yoki boshqa tillar. Hujjatlarda aniq bilmadim, lekin mediada lahjadan foydalanishadi. Mediada baribir lahjadan foydalanishadi. Mana shu lahjalarning farqi kelgan bo'lsa, boya aytganimizdek, eng qiyin lahja bir mag'rib lahjasini aytdik. Eng yaxshi chiroyli lahja deb Shom lahjasi. Shom shevalari, undan tashqari Xolij ham chiroyli. Ya'ni Xolij o'sha Ko'rfaz shevalari ham chiroyli. Buni so'rayotganim, bir kishi fushani ming zo'r bilgan taqdirda ham bir mintaqadan boshqa mintaqaga o'tgan paytda baribir o'rganish davri kerak bo'lar ekan. Shunaqa. Ayniqsa bo'lib ham agar mag'rib tomonlarga boradigan bo'lsa, juda shunaqa. Lekin mana bunaqa narsa. Agarda odam fushani bilsa va u qaysidir mintaqada yashamoqchi bo'lsa, aytaylik arab davlatlaridan birida, shevadan ko'ra ingliz tilini o'rgangani yaxshi. Sababi arablarning ko'pi ingliz tilida gapiradi. Va unaqa qiyin ingliz tili ham shart emas. O'sha A1, A2 darajasidagi ingliz tili yetarli. Ya'ni shevani o'rgangandan ko'ra yana bitta tilni o'rganib qo'ygan yaxshi deb o'ylayman. Foydaliroq ham. Foydaliroq. Demak, o'quvchilarga umumiy mana shu bugungi suhbatimizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xoh u chet elga ishlagani ketish maqsadida bo'lsin, xoh u o'qishga ketish maqsadida bo'lsin, xoh u arab tilini shunchaki bir o'zi uchun bir til sifatida o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta fushadan boshlash kerak bo'ladi. Fushadan boshlash kerak, fusha birinchi qadam. Keyin agarda bu sohada, ya'ni tarjimonlik sohasida yoki aytaylik o'sha arab davlatlarida yashamoqchi bo'lsa, unda shevani o'rgansa bo'ladi. Shunda ham bitta o'ylab ko'rish kerakmi yoki yo'qmi? Balki ingliz tilini o'rganish foydaliroq bo'lar. Lekin ingliz tilini o'rgansa ham buni ham bitta plyus, bitta minus tarafi bor. Arablarni sizga bo'lgan hurmati oshishi mumkin ingliz tili sabab. Lekin ingliz tilida agar gaplashadigan bo'lsangiz, sizni turist deb kiydirib ketishi ham mumkin.
Mana bu yaxshi ma'lumot bo'ldi. Buni esda saqlab qolish kerak. O'zingizni shaxsiy tajribangizdan kelib chiqib turib, fushani o'rganib bo'lganingizdan keyin lahjani o'rganishingiz qanaqa sodir bo'lgan? Nima orqali o'rgangansiz? Bir lahja o'rganishga ishtiyoqmand bo'lib turganlar bo'lsa, lahjani o'rganmaganman. Alohida bunday o'tirib dars qilib o'rganmaganman. Faqatgina o'sha videolar orqali eshitib, o'zimga qiziq bo'lgan mavzularni o'sha eshitib ko'rib o'rganib qolganman. Va bu tabiiy holat. Ya'ni agar siz arab davlatlariga boradigan bo'lsangiz ham shu uslubda o'rganasiz. Agarda lahjalarni o'rganishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, shu uydan turib ham o'rgansangiz bo'ladi. Alohida bitta ustoz kerak emas. Media orqali. YouTube, Instagram orqali o'rgansangiz bo'ladi. Asosan YouTube'da yaxshi videolar ko'p. Boya bitta gap aytdingiz, shu narsaga e'tibor qaratdimmi? Lahjani tushunsam ham dedingiz, endi gapirmayman dedingiz. Bu fushaga bo'lgan ehtirom sifatidan yoki shunaqa fushaga bo'lgan hurmat va undan tashqari shevada agar gapiradigan bo'lsangiz ham baribir fusha aralashib ketadi o'zidan o'zi. O'rganganingizdan keyin. Chunki asos o'sha baribir. Shunaqa. Undan ko'ra fushani o'zida gapirgan yaxshi. Chunki arablar fushada gapirsangiz tushunadi. 90-95% arablar agar qayerdadir o'qigan bo'lsa, fushadan xabar bo'lsa, sizni aniq tushunadi. Tushunarli. Men shuni hisoblayman, bitta fikr bor. Endi qanchalik to'g'ri, buni siz aytasiz. Misol uchun, o'zbek adabiy tilini ham O'zbekistonning hamma viloyat, ya'ni hamma sheva egalari bemalol tushunadi. Agarchi hammasi o'shanda gapira olmasa ham. Shunaqa o'ylardim, yaqin-yaqingacha sal fikrim o'zgargan, lekin fusha ham asli hammasi tushunadi, gapira olmasa ham deb o'ylayman. Lekin yaqinda bir mag'riblik bir tanish odam chiqib qoldi, shu bilan muloqotga kirishib qoldik ijtimoiy tarmoq orqali. Ba'zilarda fushani tushunishga ham qiynaladi, deyapti. Shu darajada singib ketib qoldiki, oxirgi payt lahja deyapti. Fushada gapirishni qo'yib turib, fushani tushunish ham qiyin bo'lib qoldi. Bunga asosiy sabab o'sha ta'lim sifati. Agarda ta'lim yaxshi bo'lmagan bo'lsa, sifati yuqori bo'lmagan bo'lsa, o'quvchi o'sha ta'limga vaqtini ajratmagan bo'lsa, unda shunaqa bo'ladi. Arablarni ham savodli, savodsizga bo'lsa bo'ladi. Albatta. Savodli bo'lsa fushani tushunadi o'zi, savodsiz bo'lsa ham foydasi yo'q. Shunaqa. Tushunarli. Talaffuz haqida nima deysiz? Fushani yaxshilash uchun talaffuz ahamiyati qanchalik muhim? Ya'ni so'zdan talaffuzi, harflarni talaffuz qila olish fusha uchun qay darajada muhim? Muhimligi aniq, qay darajada muhim? Juda ham muhim. Agarda siz arablardek gapirmoqchi bo'lsangiz, sizni eshitgan odam arab deb o'ylashni xohlasangiz, nutq ustida, talaffuz ustida ishlash kerak. Birinchi o'rinda harflarni, sifatlari, mahrajlari hammasini qayta ko'rib chiqish kerak yoki boshidan to'liqligicha o'rganish kerak. Bu birinchi qadam. Ikkinchi qadam bu fushada yaxshi gapiradigan, nutqi chiroyli bo'lgan odamlarni eshitish, ketidan qaytarish. Shadowing uslubi deyiladi bu. Qaytarish kerak va eshitish kerak. O'shanda keyin qaytarganingizdan keyin uni to'liqligicha amaliyotda qo'llashingiz kerak. Ya'ni doimiy muloqot bo'lishi kerak, gaplashib turishingiz kerak arab tilida. Va shu uslub bilan siz o'zingizni nutqingizni chiroyli qilishingiz mumkin, sizdagi bor aksentni yo'qotishingiz mumkin. Va bu sizga juda ham katta foyda beradi. Arablarning oldida agar ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz va siz aksentsiz gapiradigan bo'lsangiz, ularning hurmati sizga yanada oshadi. Endi mana shu oxirgi savol qoldi. Mana shu fushani yaxshilash va uni ishlatishga doir men o'zimni anchadan beri bir e'tiborimni tortgan narsa, o'sha haqida ba'zi fikrlarim bor, shuni aniqlashtirishga ham yordam bergan bo'ladi bu savol javob. Bir narsaga e'tibor berdim. Men dublyaj qilingan film bilan asli arablar ishlamagan, chet elliklar ishlagan film, arab tiliga dublyaj qilingan holati va arablarning o'zi to'g'ridan to'g'ri ishlagan film tomosha qilib ko'rdim. Hozirgacha chunki arab tilida ko'p kino ko'rishga harakat qilaman. O'shanda menga shunaqa tuyuldimikan yoki rostdan shunaqamikan? Dublyaj qilingan kinolar nisbatan vozihroq, ya'ni ochiq, oydinroq, tushunishga osonroq. Arablarning o'zi ishlagan kino bo'lsa, nisbatan qiyinroqqa o'xshayapti. Nima deysiz shunga? Rostdan shu narsa bormi yoki u menga shunaqaga o'xshaganmi ekan? Lekin ba'zan men Umar al-Faruq serialini tomosha qilgan paytda ba'zi jumlalar hattoki talaffuzini tushunolish o'zi ham ozgina tezroqmi, qanaqangidir shunaqaga o'xshadi. Nima deysiz bu haqida? Qaysidir ma'noda to'g'ri. Bu sababi arablar ishlagan film arablar uchun mo'ljallangan. Va
ularni o'sha saviyasiga va til bilish darajasiga mo'ljallangan. Shu sababdan shunaqa qiyindek tuyuladi. Bu dublajdagi filmlar aslan arablarga mo'ljallanmagan. Tarjima qilayotganda bo'lsa, asosiysi bu ma'noni yetkazib berish va shu sababdan ortiqcha qiyinlashtirmasligiga harakat qilishadi dublyajda. Ya'ni dublyaj jarayonida atilab yengil, tushunishga yengil bo'lgan lafzlardan, shunaqa uslublardan foydalanishadi. Tushunarli. Fushani yaxshi deyman degan odam uchun qaysi biriga ko'proq e'tibor qaratgan yaxshi? Dublyaj qilinganki, yo farqi yo'qmi? Ikkalasi ham bir xil effekt beradimi? Ko'raman biz, ya'ni boya aytdingiz-ku, shadowing qilish dedingiz-ku. Qaysi biri bilan ishlagan yaxshiroq? Qaysi birini maslahat bergan bo'lardingiz? Ikkovi bilan ishlashni maslahat beraman. Sababi birinchisida osonroq, ya'ni dublajdagilari osonroq, tushunish yengil va boshlanish uchun yaxshi. Arablarning o'zini filmlari bo'lsa, birinchidan til jihatidan foydali, qiyinroq bo'lgani uchun, so'z boyligi kuchliroq bo'lgani uchun, ikkinchi tomondan bo'lsa madaniyat. Ya'ni tildan tashqari madaniyatni ham o'rganish va madaniyat juda ham muhim qism, ayniqsa arablarda. Va bu ham o'ziga yarasha foyda beradi sizga. Tushunarli. Rahmat kattakon. Foydali maslahatlar uchun, suhbatlar uchun. Yana bir bor siz bilan suhbat uyushtirish xolis rejada bor. Uyushtiramiz, davom etamiz. Albatta. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, rahmat.